Assalomu alaykum. YouTube foydalanish kanalimiz a'zolari, Instagram. Xudo xolasa bu ishimizni Namangan Lolaga olib keldik, o'rnatgani. Bu ishimiz yong'oqdan bo'lgan qoplama. Xudo xolasa parlament poson ishlangan. Qoplama chesterlik qilingan, sidinlar 9 ishlangan. Arqa tomonlari pardachalik qilib ishlab berganmiz. 14 taligimiz klient xohishiga qarab tayyorlab berdik. 12 talikda xona o'zi 275 ga 110 bo'ladi. Bu akamiz 14 ta qilib bering, 320 ga 120 qilib bering dedi. Xonalarini qilib berdik. Xo'p, buni narxi keladigan bo'lsa, dastlabki ichida bo'lib, yetkazib berishimiz 12 talikka 4 million 700 ming so'mga kelishdik. 2 dona stol qo'shib, xonani ham uzating degan sababiga 5,5 million so'mga chiqarib berdik. 14 talik arziydigimi, like bosib podpiska bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, bundan keyin ishlarni qo'yib yuramiz. 100% yong'oqdan garantiyasi bilan qilib berdik. Shampan svet ranglari, material atachenti, mo'yishi zo'r material, xudo xolasa. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar o'zimizga, xudo xolasa.